Mana Quron zavodiga hurmatli obunachilar yetib kelganmiz. Mana shu Quron bosmaxonasida hozir ziyoratchilarimizga Quron kitoblarini olib boryapmiz. Hammalar sog' salomat. 100 kishi mana shu yerda, 4-guruh. Ozodlar, charchamayapsizlarmi? Hamma yaxshimi? Kamchiliklar yo'q-a? Qolganlarga ham tavsiya berasizlarmi? Albatta. Xudo xolasa. Anjonlaring sog' bo'lsin. Yuraveramiz, bitta sekin-sekin yuraveramiz. Yuraveramiz. Ana hozir tog'alar. Charchamayapsizlarmi hozirlar? Avvalilar anjonlaring sog' bo'lsin. Uydalar yaqinlar ko'pchilik so'rayapti, meni onam, meni opam, singillarim ko'rinmayapti debdi. Mana Quron bosmaxonasiga kelishdi. Mana shu opamiz mana hammaga boshchilikdalar, xudo xolasa. 50 bosh ayollar mana. Anjonlaring sog' bo'lsin. Hammalaring yaxshimisizlar? Mana. Ayloq. Avvalilar. Mana hamma shu yerda tanjonlari sog'. Xudo xolasa xavotir olmanglar. Hammalari biz bilan birga. حسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر 27-yanvar Farg'ona jiddiy yo'nalishda kelgan ziyoratchilarimiz bilan inshaalloh Qubo masjidiga keldik. Bu yerda mana 2 rakat namozlarni o'qib birgalikda Xudo xolasa keyingi navbatdagi ziyoratlarimizga tashrif buyuramiz. Ana guruhimiz bilan Xudo xolasa Xurmo bog'iga keldik. Hammalari birgalikda Xudo xolasa Qubo bog'ida hozir choy-poylar bilan mehmonlar ziyoratlar qilamiz. Hojona qiynalmayapsizmi? Bu bizning xizmatlarimizdan mamnunmisiz hojona? Rozimisiz? Ilohim. Ilohim. Ikki dunyo ilohim sizga ham qabul bo'lsin. Hammamizga birdek bo'lsin hojona. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat ilohim. Amin. Hurmatli obunachilar, ziyoratchilarimizdan Uhud tog'iga keldik. Ya'ni birgalikda mana hammalari Xudo xolasa shu yerdalar. Hozir rasm videolar qilamiz va ketamiz. Yanvar kuni Farg'ona jiddiy yo'nalishi bo'yicha uchgan ziyoratchilarimiz miqotga keldik, ya'ni niyat qilish uchun. Xudo xolasa hammalari, hojona hojdadalar, hammalari sog' salomat. Hammaga nasib qilib qolamiz. Ichkariga. Yo'q, hozirga boshlang hammalari. Hammalari mana sog' salomat. Hojonalar charchamayapsizlarmi? Ehromlar qutlug' bo'lsin hammalariga. Anjonlaring sog' bo'lsin.